Xitoy işgaliyetden bilen irqiy qirg'inchilikni davom qilyapti albatta. Ya'ni onunki ba'zida vahshiy inson tasavvur qilsiz bo'lgan bo'lsa, ba'zida samanning ostidan degandek. Ammo qirg'inchilik to'xtamadi. 2016'dan keyingisini biz bu qirg'inchilikning yangi bir qadam bosqichini dunyo ko'rib tunib yetgan bo'ldi hamda. Bunda bir hisoblasak, aradan bugun 10 yil o'tgan bugungi kunda 2016'dan tortib. Hamda dunyodagi ko'plagan davlatlar irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilgan parlamentlar masalan shunda bir vaziyatda hamda. Sizce yani bizning mediamiz yani şu Uyg'urlar qilayotgan yoki Uyg'ur axborotchilar biz shu bosqichlarda biz axborotchilarning mediamizning to'kisi bo'ldi deb qaramsiz ya? Albatta bo'ldi. Bek zo'r bo'ldi hatta. Agar medialar bo'lmagan bo'lsa, mayli Erkin Asiya radiosi olsun va boshqa shu Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini yo'g'irtgan medialarning xabarlari bo'lmagan bo'lsin, Xitoy hukumatı ashundaq jimjit holda sukutda bizni yo'q qilib davlatdi. Shu xil ko'lamdagi lagerlar bilan shu qatma-qat rejim siyosat va sistemalik bu bostirishlar bilan, ya'ni biz vaqtida shuni xabar qilaligimiz, egallaganligimiz, botir xalqimizning hayotining xavf uchirishi qarmay bizga uchurlarni beraligini uchun buni angltaldik va biz yangdik mundaq aytganda, oshunda oz kuch bilan Xitoyning oshundaq cho'ng bir kuchini hamda 20-30 muxbir mundaq aytganda Xitoyning millionlarcha pul xashlab minglarcha insonni ishlatayotgan medialari, media emas, ularning tashviqot qurollari deylik. Hatto CGTN deganda kanallari Amerikada bor, butun Yevropa ellarida bor. Yani o'xshamagan ashundaq ommaviy ismlarni qo'yib olgan, ammo hukumat boshqurishidagi taratqularmi yuzlarcha bor-da, har bir davlatda. Ashlarning hammasiga qarshi biz adolatni anglatganimiz uchun, biz shu zulmlarni anglatishga jur'at qilaligimiz uchun, oilamizni so'lab qo'yib o'ltirib yetibasmi, ashunga jasorat qilganimiz uchun biz yangdik. Ya'ni biz haqiqiy ovozsizlarning ovoz bo'lishini shu 2016'dan keyin bakarak joriy qildira oldik deb o'ylayman. Buni da yolg'iz bizlar emas, Uyg'urlarningki shu ijtimoiy taratqullari, qo'l telefonlarda tarqatilayotgan shu do'yin ubulardan uzib ilingan videolar mushlarni zo'r to'k bilan qo'shdi. Buni tadqiq qilib rasmiy statistika qilib chiqarish kerakdi, ammo qilmayapmiz. Shu hatto vatandagi kechilab do'yinni izlab, masalan, qaysi ko'rinish medialarga foydali bo'lishi mumkin, shu haqiqatni anglatish qilib, kechilab bosh telefoniga qarab, boshqa telefonni ilib uni so'zlashmay, faqat Xitoyning shu ichidan chiqib qolgan uchurlarni izlash uchun mashg'ul bo'lgan hech kim maosh bermasimi? Ilqi milliy burchi o'zining ota-onasiga, qarindoshlariga bo'lgan qarindoshlik bir burchini ado qilish uchun ashundaq o'tag'anlardan yuzlarcha insonlar borchi. Uning ichida masalan Zumrat Davud xonim, men ashta deyman, asli maosh berish tegishli bu qizga bizning Erkin Asiya radiosini davomli ishlatimiz-ku, suratlarini Zumrat Davudning yuzlarcha bor. Masalan bizga keldi har xil ashta uchurlar, bularni cho'ng rol o'yindi. Demak, hammamiz tang kuchsak, g'alaba qila oladiganmiz. Bu mediadagi ishlayotgan bu odamlarning hammasini bugungi dunyodagi Xitoy bilan bo'lgan ko'rishimiz media ko'rishi, ya'ni media urushi bo'lgan bo'lsa, bizlar shu qo'lida mayli telefon bo'lsin, mayli boshqa uchur vositasi bo'lsin, Xitoyning zulmlarini oshkorlayotgan har bir qarindoshimiz jangchi. Oldingi saptiki, ya'ni media urushidagi jangchilar bular. Bular u qadar pidogarki, vatandagi urug' tuqqanlari o'zining bexatarligi hech nimani bir yoqqa qarab qo'yib turib, faqatla vijdoniy milliy burch uchun xizmat qildi. Bularning hammani bir kuni bo'lsa mukofotlay oladigan shundaq bir fondlarimiz ichilsa deb umid qilma. Ishqib ko'p badal to'ldik, ammo biz yangdik bir vaziyatda. Ya'ni millatimizni irqiy qirg'inchilikdan biroqlam o'ltirib etishdan biz qutqizib Xitoyni yo'q bu lagerlar emasdi, bu degan tarbiyalash markazlarida. Mana bularni ishga o'rinlashtiryapmiz deb qorong'u turmalarning eshiklarini ochib ozroq bo'lsa-mu
xalqimizni uya bu yerlarga chiqarib ishlatishga va yoki lagerdan uylarga qaytarishga sabab Xo'sh. bo'lgan omilning birisi shu bizning mediadagi jangchilarimizning g'alabasidan deb qarayman men. To'g'ri.